Tüvendikilik şeyimizge katkıda hürmetli vatandaşım ben de bir yerde. Bu likşimizi sözleydiğimiz bizge bir vasıta yaki Cungo'ga bir vasıta, Cungo'ga münasebet olmuş bunu o. Bizden ama Uygurlarının meselesi gibi doğru bir vasıta münasebet olmuş lekin Cungo'ga münasebet olganlığı için bunu tayyorlab keldik. Bunun mavzusu bundak. Cungo taraf partiya çaykisi mecburi teşkillemoqchi. Germaniya şirketleri karıştırıp Cungo'dan şirket kapitalini çekindirdiğen boldu. Mavzulu haber 11. ayının 30. gün Cungo'ga nazar. Torbiyeti ilan kılındı. Haber mındak başladı. Cungo hükümeti Cungo'da kurulgan barlıq chet el şirketlerinde Kompartiya yaşayık teşkilleşini talep kılganda faşizm devride devletning iqtisodga aralashganligi tufayli ochiq saboqqa ega bo'lgan Germaniya siyosat sohasi va shirkat sohasiga har qanday siyosiy partiyaning shirkatlarda siyosiy faoliyat elib berishi to'g'risida hoshyor bir holat turib keldi. Germaniyaning Jungo turishli savdo sanoat uyushmasi bundan norozi bo'ldi. Uyushma bayonot e'lon qilib, bunday ko'rsatdi. Germaniya şirketleri Cungo bazarlardan çıkıp ketişine çetki kalkmaydı. Şonlaşkı Germaniya Cungo'ga meblağ seli siyasını kayta oyluşlagan. Erken Asya Radyosu'nun Xitay tili programması haber kılıp mındak görsetdi. Germaniyanın Cungo turuşluq savdo sanoat uyushmasi 24. günü bayonot e'lon qilib mındak dedi. Yaqindan beri matbuotlar Cungo hükümet dairelerinden Germaniya şirketleriga ta'sir ko'rsatib, tezgillab boshqarmoqchi bo'lgan qiliqlardan norozi bo'ldi va buningga diqqat qilishni markazlashtirganda Cungo taraf Cungoda qurilgan Germaniya şirketlerining ikki qismida partiya gruppasi partiya yaşayık kuruşuna talep kıldı. Bayanatı mındak görürsün. Cungo şirketlerinin alakadar belgeleme talepleri, Cungo'nun iki kısmında kurulgan chet el şirketleri, birleşmiş şirketler, chet elin müstakil şirketlerinin iki kısmında Kompartiya azalarının sani 3 neferge yetken bolsalar. Mesela şu şirketler yallanıp işlevatkan Cungo'luk işçiler, Doktan bilen iştilavatkan işçiler yoki boshqa ma'muriy xizmatchilar bo'lishi mumkin. Shularning ichida son agar 3 nefer partiya a'zosi 3 neferga yetgan bo'lsa deydi. Partiya 3 neferga yetgan bo'lsa, partiya yachayki qurish kerak degan belgilama bo'yicha talab qildi. Germaniyaning Jungo turishli savdo sanoat uyushmasi buningdan ansirab, Jungo tarafdan shirkatlarga singib kirishni kuchaytirmoqda dedi. Sumro televiziyasi Germaniya meselesi tadqiqotchisi Yang Fengchang mundaq ko'rsatdi. Germaniya faşizm davrida hukumat iqtisodga aralashgan ochiq saboqni boshdan kechirgan davlat. Shuning uchun Germaniya siyosat sohasi va shirkatchilar sohasidagilar har qanday siyosiy partiyalarning shirkat ichida faoliyat qilish maqsad ko'rgan. Yang Fengchang mundaq hisobladi. Jungo hukumati hozir ko'lamlik bozorni aldash yemi qilib, chet el mablag'i jalb qilish bilan birga siyosatni kontrol qilishni kuchaytirdi, kengaytirdi. Lekin Germaniya shirkatlarining axloq tagligiga sal qaradi. Germaniyaning Jungoda turishliq shirkatlari bo'lsin, Germaniyaning aloqador qonunlarini cheklanishini hurmat qilishi kerak. Masalan, Germaniya o qayerda shirkat qilsin, aman Germaniya qonunlariga amal qiladi dedi. Germaniyaning Jungo turishli savdo sanoat uyushmasi mundaq ko'rsatdi. Germaniya shirkatlari Jungoning so'z iboralarini e'tirof qilmaydi. Shirkat boshqarish shirkat boshlig'ining o'zining ishidir. Uchinchi tarafning aralashish huquqi yo'q. Savdo sanoat uyushmasi yana mundaq ta'kidladi. Shirkatda boshqalarning aralashishni qabul qilmaydigan ahvol ostida to'g'ri savdo siyosatini o'ttirg'i chiqarib, har qanday uchinchi tarafning aralashib yetaklashining zaruriyati yo'q deb qaraymiz.
Agar üçüncü taraf chet el şirketleriga davomli qo'l silib aralashadigan bo'lsa, Germaniya shirkatlari Jungo bozoridan kapitalni chekindirib chiqib ketadi va mablag' solish siyosatini o'zgartirdi. Germaniya Yevro gazeti bundoq ko'rsat. Jungo hukumati o'ziga bak ishonib ketib, iqtisodni dastak qilib, G'arb shirkatlariga Jungoning qoida nizomlarini o'rganib, Jungo bozorlariga kirish shartlarini majburiy tanmoqda va bu shartlarni ular hozirlashi kerak deb shart qo'ymoqda. Şunlaşkı Germaniyanın Jungo turistlik şirketlerinde partiya yechaks qurishini talab qilib, Germaniya qonunlarini tayinligiga beryapti. Germaniya avval birinchi bo'lib, shuning uchun Jungoga iqtisodiy embargo siyosati yurgizish mumkin.